Huquq 24 da tadbirkorlar huquqlariga oid yangilik. Endilikda tadbirkorlar soliq tekshiruvlari va soliq auditi qarorlari ustidan to'g'ridan-to'g'ri sudga shikoyat qilishlari mumkin. Shu kabi qonunchilikdagi o'zgarishlar va tadbirkorlar huquqlariga oid ma'lumotlar sudyalar va tadbirkorlar o'rtasida bo'lib o'tgan davra suhbatida alohida tilga olindi. Toshkent shahri sudi iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati va Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining tashabbusi bilan tadbirkorlar bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Tadbir davomida tadbirkorlarga so'nggi vaqtlarda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyati va ularning sud prosesslari jarayonidagi huquqlari borasida tushuntirishlar berildi. Mana bugungi tadbirda masalan bugungi kundagi sudlarning ustidan apellyatsiya hamda shikoyatlar berish to'g'risidagi tartiblarda o'zgarish kiritilganligini yoki kassatsiya tartibida shikoyat berishlardagi o'zgarishlar kiritilganligi haqida batafsil ma'lumotlar, batafsil tushuntirishlar berib o'tildi o'sha sudyalar tomonidan. Juda ko'p tadbirkorlar ishtirok etishdi. Men o'ylaymanki, bugungi tadbirdan barcha tadbirkorlar o'zlariga kerakli bo'lgan savollarga javoblarni olishdi. Bugungi tadbirda olgan ma'lumotlarim men kelajakdagi ish faoliyatimda ijobiy ta'sir qilishiga men ishonaman.